Tayyorimizni ko'rishga ketdik. Hop. 2 3 Ko'pchilik mana mistir o'ylaydi. Ustimiz mana ichi temir. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga stejin haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bizda 6 ta stejin bor. Qalinligi 18 mm, ya'ni uni ulash uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarimizga rezbovoy mufta kerak bo'ladi. Lakundan ishlangan. Simlarni qotirishga kontaktning buraliklari, uchiga qoqiladigan shterlari chiqadi, ya'ni yer yorib kirish uchun. Kuvalda bilan qoqishga ustidan boltlari chiqadi. Bizga kerak bo'ladigan narsasi bu pastda kontaktning smask uchun mana shu muftamizni zanglab ketmas uchun ishlab beradi. Bizning o'zimizni xavfsizligimizni ta'minlash uchun ochki kerak bo'ladi. Va bizga ETL laboratoriya instrumenti kerak bo'ladi. Bu narsa zasimlinamizni o'lchashga yordam beradi. Hozir biz buni preparatlar yordamida qoqib ko'rsatib beramiz. Kontaktni pastdan surib olamiz. Bu narsa bizda oksidlanish oldini oladi, ham yaxshi kontakt beradi. Tok o'tkazuvchanlikni oshirib beradi. Surilgani ham yetadi xudo xolisa, chunki ishqalanish bor. Bu narsa bizga o'sha stejinimizni uzaytirish uchun yordam beradi. Hozir buni biz amalda qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Joylashdi stejinimiz. Xo'p, endi boltlarni qotiramiz. Kuvalda qilib ishlatish uchun. Bu narsa yechib tashlanadi. Keyin yana qaytadan stejin ulanadi. Uchiga maxsus qoqilish uchun shtirovoy boltlari bor. To есть наконечникimiz bor. Endi buni amalda ko'rsatamiz. Uchinchi qozig'imizni qoqishni boshladik. Har bir qoziq 1,5 metrdan hisoblanadi. Bu qoziq stejinimizni afzalligi nimada desa, afzalligi 1,5 metrdan bo'lganligi uchun bo'y baravarida buni joylashtirish mumkin. Ya'ni qoqishga stul olib kelib, narvon qo'yib, ustiga chiqib, osilib qoqish shart emas. Mana shu razmerda bosqon bilan ulab qoqib bo'lib, yana davom ettirsa bo'ladi. Agar ugonlik bo'lganda 3 metr yoki 4 metr ugonligiga
uzun qilib chiqazib yuborib, boshqatdan yana tushmay qolsa qoqish kerak bo'lardi. Buni chiqazib olish ham oson, qiyin emas. Endi ozgina qiyinchiligi bor, bunda ham nisbatan osonroq. To'g'ridan-to'g'ri buni o'zini kuvalda qilib ishlatib bo'lmaydi. Orqasida rezbasi bor. Aynan muft bo'ladigan joylari buton qolishi kerak. Bizga bu borada mana shu qurilma kerak bo'ladi. Ketdik. Bizada bu joyda aytish esdan chiqib ketdi. 3 ta stержень joyiga tayyorlangan. Ya'ni hozir bittasi 8 metr qoqilgan. Hozir 4,5 metr qoqdik-ku, o'zingizlar ko'rdinglar. Hozir yana 4,5 metr bu tochkani qoqamiz. Shafas ko'rsatib o'tasiz. 3 ta ugonlik qilib bir-biridan svязка bo'ladi. Endi men hozir bu narsani yana bitta predmetda amalga oshirmoqchi bo'layotgan narsam, bizada narigi zonamizda Masharvikda qashigimiz 220 ohmga chiqqan, hozir 8 metr stержень, 4,5 metr stерженьda bor yo'g'i 9 ohmga tushdi. Hozir buni aynan qoqamiz, qanaqa rezultat berishini ko'ramiz. Ya'ni demoqchi bo'lganim, mis stержень bilan ugonning farqini solishtirib ko'rishga yordam beradi. Bu bilan uni aktivnosti qanaqa? Buni yuzasi mis bo'lgani bilan, lekin yuzasi kichkina. Ya'ni tok o'tuvchanligi yuqori, faqat yuzi kichkina. Bu degani bu ugonlikka nisbatan tok o'tishi yuqori bo'lishi mumkin, faqat yuzani kamlik hisobiga qashi kamaytirishga tez erishilmaydi. O'shaning uchun menimcha maqsad ugonlikdan foydalangan yaxshi. Hozir bu 3-stерженьimizni ham qoqamiz. Rezultatimiz past xullas. Pastani surib olamiz, bo'yinliklar. Pastani surib olamiz bu holatda. Boya aytib o'tdim, yana aytib o'taman, pastani bu roli kontaktlarni svязкасini oshirish. Rezboy muftani ulab oldik yana. Xuddi boyaganday yana davom etyapti. Bu siz ham qilishingiz mumkin, faqat ma'lum muddatdan keyin sifatsizlashishi natijasida qashi ortib ketadi. Yerda qashi ortgandan keyin tok o'tuvchanligi pasayib ketadi. Ya'ni korpusda tok aylanadigan bo'lsa, bu himoya qilmaydi. Yana o'sha stержень uchiga qoqib olamiz. Bu yoq tarafi past shart emas. Sabr bu temir.
Sterjinning ham ikki xili bor, yupqasi bor, qalini bor. Ma'lumot uchun buni Nuri Group'dan olganmiz. Nuri Group'dan. Mana shu qalin sterjinlar sotadi. Bu kichkina sterjinlarniki. Bu bilan buni farqini agar solishtiradigan bo'lsak, bitta darajada olish mumkin. Bu sterjin qalinroq, to'g'rimi? Mana bu sterjinning farqini tushunib olsanglar bo'ladi. Ya'ni mana biz sterjinga tushmaydi. Xohlasa ham tushmaydi, chunki bu kichkina sterjin uchun mo'ljallab chiqarilgan. Shuning uchun sterjin tanlayotganda ham o'ta ehtiyot bo'linglar. Iloji bo'lsa sifatli brendlardan foydalanganlar yaxshi. Bu aytib o'taman. Jomi Nuri Story'da bu mahsulotimiz sotiladi. Hozirda mana ichida bor. Hamma shu kerakli pastasi yo'q, hamma narsasi bor. Muammo yo'q. Bo'ldi. Olish. Ketdi. Yaqinroq olasiz. Qo'yim shisharkan. Mana ichi siqir joylari deydi. Vay anasını. Yer boşluğu düşüp qoldi. Yetadi-yu, ana qarsillaganiga uylan, gumbullaganiga uylan deydi. Biz gumbullatib oladigan toifalardamiz-da, ko'rasizmi? Yerni jigarni sug'urib oldik hozir. Ham shuna bo'ldi hozir. Korkma, olmay tur. Mashaqqatli qoqsang bo'lar ekan-a. Bular bo'shliqda bo'lmaydi. Ko'ringlar, 4,5 metr kirish kerak edi. 4,5 metr kirmadi. Deyarli 1 metrcha sterjinimiz yer ustida qolib ketdi. Nima qilamiz endi? Bitta shunaqa qilib. Endi iloji yo'q, kesamiz buni. Kesganda ichidan nima chiqishini mana hozir ko'rsizlar. Boshqa variant ham yo'q-da. Kirmagandan keyin hozir buni yer tagiga o'tkazib qo'ydik muftani. Hozir qayta tortamiz desak, bu belli zo'ra. Shuning uchun kesib, mana shu yerdan tahlilni qilib qo'yamiz. Qop qo'yamiz, korobka qilib. Mana shu ko'rinishda qoladi xolis. Ketaver. Lekin metali qattiq ekan. Hozir temir emas. Batareyani ham kuchini olamiz. Endi qo'l kuchi yetadimi? Yo'q. Mashinaga gap qilamiz. Nima deymiz endi? Ketmadi. Ketmagandan keyin iloji yo'q. Mana ko'rchilar mumkin mana. Ustimiz, ichi temir. Lekin bundan yomon deb bo'lmaydi. Bitta bo'lgan konstruksiyalarda, masalan, dachilar bitta bo'ldi. Elektromobil qo'yishyapti, ko'p ommalashgan narsa. Zaryadga qo'yishga zaryadni joy qidiradi.
ugonlik qoqish uchun ugonlikka kamida birga bir joy kerak. Yoki uni oldindan zagotovka qilgan bo'lish kerak. Agar zagotovka qilinmagan bo'lsa, iloji yo'q. Mana shunaqa holatda yer kichkinaroq joyni tankerli kolonkada ochib olinadi. Yuztalik trubani kirgizilib, o'shda qoqilib, tahlil uchun bitta qopoqcha qo'yiladi. O'sha yerda o'zida qoqib imkon qadar zazimani chiqarish kerak. Chunki hamma joyga teshib tashlab bo'lmaydi. Mabod mana shu holatga o'xshab temir yoki tosh chiqib qolsa, degan yoki daraxt izi chiqib qolsa, bo'ldi, bu yerga ketmaydi. Iloji boshqa joydan qoqish kerak. Imkon qadar bunaqa narsaga oldindan elektromontaj qilayotganda elektrik do'stlarimiz bo'lsa eshitib turgan. Imkon qadar uyga zazimli sistemaga, pensiya sistemaga o'tkazish kerak. Ya'ni hamma chastlarni zazimliga olish kerak. Bu zamon talabi, xavfsizlikka e'tibor berilgan. Keyinchalik mana shunaqa elektromobil o'rnatilgan bo'lib qolsa, muammo bo'lmaydi. Hozir bu obyektimizda ham hamma joylarni zazimliga olganmiz. Har bir shit upravleniylarimiz zazimliga o'tiribdi. Ya'ni bu xavfsizlik bizda birinchi rol o'ynaydi. Xo'p, hozir buni umumiy qarshigini ko'rishga mana hozir megametrimiz ham start turibdi. Videoga olib qo'yasiz. Zazimli hozir narigi tarafda 20 metr, 10 metr simlarimiz chiqib ketgan. Beton bo'lgani uchun biz simni razmeriga kirdik. Hozir endi buni vaqtinchalik majolarni kontakt hosil qilib, svязка chiqarib ko'ramiz. O'xshasa, javobi zo'r chiqsa aytamiz, yomon chiqsa ham aytamiz. O'zimizga ham qiziq qisqasi. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar deydi. Mana shu joylardan bitta sim olamiz, chorniy sim, boshqa variant yo'q. Ko'rishingiz mumkin, vaqtinchalik suvning bir kishi hosil qildik, 3 ta stejan orasida endi qarshining rezultatini ko'rsatamiz. Hozir rezultat ko'raylikchi. 7 on bu juda zo'r degan emas. Hozir bizga qarshiligi ugonlikdan olingan rezultatini ko'rsatamiz. O'sha qarshilikka yana bir ikkita ish hosil qilamiz, qancha qarshi chiqishini ko'ramiz. Hozir mana qizil simimiz podvoldan chiqib kelgan, to есть ugonlik qoqilgan liniya. Hozir buni bitta ko'ramiz. Tayyormisizlar ko'rishga ketdim. Hop. 2 3 bu a'lo natija. Endi buni hozir mana stersini sug'urgandagi holat qilib, ugonlik o'z harakatini ko'rayotganini ko'rsatmoqchi bo'laman. Sterin a'lo natija bermadi. Bu Xullas mana bilsam hozir ugonlikdan kelayotgan sim, zazimleni, boshqa zazimleni. Buni hozir priborga uloqtiramiz. Ketdi. 278 on. Hozir boyaga 7 on chiqqanida, shu 7 on minus bo'lgan hisobiga bu yerda 208 on chiqyapti. Bu degani juda zo'r natija. Lekin ugonlik ham jim maqtab olmayman, chunki biz o'lchaganimiz 220 on chiqqan. Hozir sekin qarshi ko'tarishni boshlayapti. Hozir 274. Normal. Yomon natija emas. 274 oralig'idagi zazimlar. Bu ham hozir proxodkada o'lchaganimizdagi holat. Zazimlar stejini birinchi qoziq, sariq ikkinchi qoziq bo'lib ketma-ket olamiz. Mana shu priborlarni o'lchaymiz. Xullas endi mana shu rezultatimiz mana shu bo'ldi va ugonlik bilan biz solishtirish niyatimiz yo'q o'zi. To'g'ri kelgan joyda ishlatiladi. Bu ham hozir bizaniki jayali professional yondashuv emas. Balki biz joy tanlashda adashgandirman. Bu zdaniyani yaqinroq joyda baribir fundament bo'ladi. Bu joylari bo'lishi mumkin. Shuning uchun boy stejimiz to'g'ri chuqur bo'lib tez kirib ketdi. Ba'zi joylarda jo'stlik kirdi. Mana shu narsani ham tanlashda rol o'ynaydi. Grunt holati, grunt qanaqa holati, quruq, shag'al, nam. O'zi zazimlarni tekshirayotganda quruq holatda tekshirish kerak. Kanalimizni rivojlanishi uchun like va podpiska tugmasini bosishni esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llar dabdala bo'lib kettilar ekan.